Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana yangi yaxshi velosipedlarimizdan keldi. Mana xuddi shu holatda keladi. Mana balonlari ham bor mana bu yoqda. Mana buni oldi g'ildiragi mana bu. Holat ideal holatda alyumin rama. Mana batabus. Mana hamma joyda o'ziniki bo'ladi. Qanday holatda. Faqat endi o'zinikini o'ziga qo'yish kerak. Buni endi Germaniyadan kelishda ixchamlashtirish maqsadida g'ildiraklar olib qo'yiladi. Lekin o'ziniki bo'ladi hamma joyda. Mana orqa g'ildiragi o'zida turibdi. Mana oldi g'ildiragi bu yoqda turibdi. Mana shu holatda olib kelinadi. Mana xudo xolasa endi bularni ham tayyorlab, yuvib, tarab, pardozlarini qilib, chiroyli qilib qo'yiladi. Mana bu yoqda ham bor. Men sizlar so'ragan Sparta qora svetidan olib kelganman mana. Mana bu ham Sparta. Xuddi shu qoradan. Mana bunisi ham Sparta mana. Holatlari ideal holatda. Xudo xolasa 4-5 kunda tayyorlab buni ham videolarini chiqaraman. Yoqqan bo'lsa zakaz qila olasiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Dastavkamiz O'zbekiston bo'yicha bor. Vodiy bo'yicha dastavka bepul. Vodiy voha tomonlariga kelishuv asosida dastavka qilib beramiz. Velosipedlarimiz yoqqan bo'lsa like va podpiska esdan chiqmasin.